Will Smith Madagaskardagi zebraga ovoz bergan komikga sahnaga chiqib bir shapat urgani esizdami? Xullas, komik Chris Rock 2022-yilning Oscar nominatsiyalarini e'lon qilish vaqtida sahnada juda ham bir tesha tegmagan hazillar qiladi. Jayda, seni yaxshi ko'raman. J2 chiqishini intiqlik bilan kutyapman. Xullas, Will akam mayollari o'sha soch to'kilish kasalligiga chalingandi. Sahnada ham aynan kal holatda bo'lgan. Chris Rock aytgan gap esa aynan o'sha kinoga qiyoslangandi. G.I. Jane kinosida bosh ayol qahramon askar sifatida rol o'ynaydi va u ham ayol bo'lishiga qaramasdan kal holatda bo'ladi. Chris Rock esa qachon bu kinoning ikkinchi qismini ko'ramiz deb unga shama qiladi va akam chiqib butun dunyoni oldida Chris Rockga bir shapat urib yuboradi. Va butun bir memlar va editlarga sabab bo'lgan aynan mana shu gap bu dunyoga keladi. Keep my wife's name out your mouth. Ya'ni mani xotinimni ismini san tilingga olma degan ma'noni beradi. Bilaman, bu haqda oldin deyarli hech nimani bilmagansiz, lekin ingliz tilini bilganlar aynan mana shu memni John Liferda mazza qilib ko'rishgan. Ingliz tilini xohlagan joyda mana shunaqa qiziqarli yo'llar bilan o'rganish uchun kommentariyalarda zebra deb yozib qoldiring.